Sog'inch bu shirin lazzat. Chunki sog'ingan odamlaringni, sog'ingan insoningni, sog'ingan yurtingni, sog'ingan ko'chalaringni borib istagan paytingda ko'rishni o'zi bir baxt. Chunki bu tinchlik zamonida kechasi kunduzi xohish bo'lsa, ozgina ishdan bo'sh vaqtingiz bo'lsa, bu ishlarni bemalol bir xursandchilik bilan qilsa bo'ladi. Sog'inch bu Xudoning yo'liga bir ibodat desa ham bo'ladi. Chunki mehrli, muhabbatli, muruvvatli, shafqatli odamlargina sog'inadi. O'sha to'lib o'sgan joylarini, qarindosh urug'larini, avlod ajdodlarini, xullas do'stlarini, bir sog'ingan odamlarini yuragida muhabbati bor odam sog'inadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Xuddi mana shunday sog'inch bugun bizni ushbu studiyaga to'pladi. Darvoqe, o'zi hayot nima? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Farhod aka, siz uchun hayot nima? Imtihon. Zulfiya opa, siz uchunchi? Sinov. Sinov. Kim uchundir imtihon, kim uchundir sinov, yana kim uchundir esa butun boshli yaratgan tomonidan berilgan qisqa bir davrdagi imtihon. Haqiqatdan ham shunday. Lekin har biringizni bugun hayot haqidagi o'z fikringiz, tafakkuringiz bor, to'g'rimi? Hayot insonga bir marta beriladi deymiz. Hayot bu har bitta inson davridagi yaratgan tomonidan berilgan qisqagina fursat ichidagi o'zining yashab o'tadigan umri aslida. Darvoqe, mana shu hayotda insonni qo'liga bir marotabagina sham berilar ekan. Demak, hayot bu erib borayotgan sham emas, balkim bir zumgagina sizni qo'lingizga tutqazilgan aslida ne'mat ekan. Hayot haqida batafsil yana dastur davomida gaplashamiz. Bugun esa biz siz bilan butun boshli hayoti davomida xalqqa xizmat qilgan, butun boshli umrini el yurt, o'zbek teatr va kino san'atiga bag'ishlagan O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari ordeni sohibi Mirzaxon Azizovni xotirlaymiz. Va albatta studiyada ularni yaqin bilgan insonlari, oila a'zolari va albatta zurriyotlari, barcha ularni yaxshi ko'rgan insonlar bugun tanlab, chertib chaqirildi. Barchalarning qadamingilarga hasanot, xush kelibsizlar. Dasturimizda xush ko'rdik azizlar. Keling, suhbatimizni Farhod aka sizdan boshlaylik, chunki hali meni chap tomonimdagilar ko'z yoshini hali salgina o'zlariga kelib, qalb qo'rini bosgunga qadar baribir bilasiz, endi xotira yodga olinganda hamisha baribir jigar eziladi va jigar ezilgandan keyin ko'zga yosh keladi. Lekin biz bugun xotirlaydigan insonimizni keling, ko'z yoshlar bilan emas, balkim ularning ruhlari shod bo'lishi uchun hamisha ular haqidagi hangomalarda mana o'zingiz ham ko'p bora aytgansiz, askarni yaxshi ko'rardilar. Hayotda yashashni yaxshi ko'rardilar. Insonlar bilan muloqotni yaxshi ko'radigan xushfe'l inson edilar. To'g'rimi Farhod aka? Assalomu alaykum. Men hozir siz mendan so'radingiz, hayot nima? Men beixtiyor imtihon dedim. Endi keyin o'ylab qaradim, haqiqatan to'g'riga o'xshaydi. Chunki biz hozir mana shu yashab turgan odamlar hammamiz imtihondamiz. Mirzaxon Azizov o'sha imtihonni a'lo topshirgan bir ukam. Unga meni ko'nglim juda ham to'q. Bu deganim jannat ma'nosida. Bir paytlar juda baxtli odam edim. Ikkita ukam, ikkita teatr direktori erkaliklar qilardim. Unisiga, bunisiga bilmadim, o'sha yoqda ham shu odamlar kerak shekilli. Ikkovlarini ham olib ketdi. To'liq tushuntirib beraylik. Ikkita qanotim deganingizda Mirzaxon Azizov va Fathulla Mas'udov albatta. Ikkalasida ikkita ukam, ikkita teatrga rahbar bo'ldi. Shunaqa paytlarim edi meni, terimga sig'may yurgan paytlarim. Lekin shirin xotiralar qolgan. Shunday odamlar bor. Ablahat eslaging kelmaydi. Eslashga ham noloyiq odamlar bor. Shunday odamlar bor. Eslayverasan. O'zidan o'zi eslaysan. Birov seni so'ramaydi palonchi deb.
o'taveradi xayolingdan, nimadir esga tushiradi, nimadir bo'ladi, doim yaxshi xotirlab yurasan. Mirzaxon yaxshi kollega, yaxshi aktyor edi. Birinchi navbatda. Men aytgan edim, Muqimiy teatriga borganimda hali direktor yo'q bir paytlar edi-da, o'sha hovlida yurib, men aytganman, Muqimiy teatrining direktori deganman. Mana shu hovlida turib, orkestrovoy yamada 3-skripka noto'g'ri chalyapti deydigan odam bo'lish kerak degan edim. Haqiqatdan ham keyin hukumat to'ppa-to'g'ri topdi va Mirzaxonni o'sha yoqqa rahbar qildi. Boshlarim osmonga yetdi, chunki uni orzulari bor edi. Shu Muqimiy teatrini akademik teatr qilish. Doim menga aka, shu ishimni qilsam edim deb yurardi-da. Doim men jahlimni chiqarsa, men endi ikkalamiz bo'yimiz deyku. Bir bala deb ketsam, da qolganlarga qarab turib, ana Veliki Fedya ketyapti. Men oxirgi marta menimcha sen aytdingga yaxshi ahvoli, telefonda gaplashyapti degandan keyin men qo'ng'iroq qildim. Olmadi. Desam keyin o'zi chiqdi. Teatr hovlisida edik. Keyin xursand bo'lib ketib, hech qanaqa kasal odamga o'xshamaydi. Shunaqa tetik gaplashyapti. Keyin Marat Azimovga, Usmon Azimga berdim telefonni. Rosa to'liq gaplashdik. Keyin bilsak, o'sha paytlarni sug'urib olib gapirib bizga bildirmayotgan ekanda, qarang. Biz endi bordi keraklarimiz, mana onamni duolarini olgan edi. Uyimizga borgan, men bularnikiga borgan. Lekin juda qat'iyatlik, arazi qattiq edi. Bir mashina oldi bizadan, Moskvich. Taqir-tuqir Moskvich. Shuni olib haydab yurdi. Keyin buzildi u mashina. Bir og'iz aytgani yo'q shuni. Shunda tashib yuborgan u mashinani. Bir og'iz bunday bo'ldi-ku degani yo'q. Men o'zim so'rasam, endi qo'yavering. Jonim. Jonim degan parolimiz bor edi. Jonim bu Murojaat Teshaboyevadan qolgan. Murojaat qilish kayfiyati yaxshi bo'lsa, bunisi jon qo'yadi. Shuning uchun biz bir-birimizga jon deymiz. Darrov atrof o'zgaradi, yengil ketaveramiz. Kayfiyat ko'tariladi, vaziyat yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Lekin Farhod aka, menga eng yoqadigan yana bitta nimasi, bir odam aytganda, ikkovinglar shunaqa zo'r gaplashasizlar degan. Uzoqroq gaplashinglar, men tomosha qilay deydi. Nimaga desam, shu men endi kichkina balandda men bir balalar bidillayman shaklida, u katta odam eshitib turgani. Buni ko'rish kerak edi. O'sha odam tomosha qilish kerak. Bilasizmi deydi, sizlarni deydi shu gurunglaringga beli sochish kerak deydi. Haqiqatdan ham o'zbek teatr va kinosini endi faylasufisiz. Tubanlikda ham birga o'ynagansizlar-ku. Mirzakam bilan, shu aka singil ham tortishib qolishar ekanda, xuddi sizga o'xshab mana qanchalik aka singil bo'lsak, Mirzakam bilan ham xuddi shunaqa edi, bilasiz endi. Har doim meni erkalatib yurardilar. Shu nima desam, xo'p bo'ladi Muhabbatxon dedi. Labbay deb olishlari hali ham shu qulog'im tagida-da. Lekin bir kuni Tojibofon bilan ikkalarini studiyaga taklif etdim. Baxt formulasi degan ko'rsatuvga siz ham kelgansiz oilangiz bilan. Keyin savol berdim, eslasangiz agar. Mirzaka dedim, qanaqa qilib o'zingizga ep ko'rdingiz shu tubanlikdagi rolingizni desam, shundoq esingizdami? Mikrofonni yulib tashlab yugurib chiqib ketyaptilar studiyadan. Mirzaka qaytmasangiz xafa bo'laman dedim. Yo'q, Muhabbatxon, meni yaramni nega yangilaysiz? Bechir bilib turibsiz, meni biladigan inson sifatida nega yangilaysiz deyiladi. Lekin ishoning, mana shu obrazi o'zini ham ichini ham yegan obraz bo'ldi-da. Hech hazm qila olmadilar. Shu haqida gapirganmilar? Siz men shu mana hozir tomoshabinni xayolidan beixtiyor baribir mana ketyapti tubanlik o'tdi. Men bu film olinayotganda men mumkin emas degan, men qarshi bo'lganman. Mumkin emas, hozir zamonda bunaqa narsalar yo'q desam, bizni haligi rahbarimiz ertaga ko'rishaylik dedi. Kelib ko'rishdik. Menga suratlar olib keldi, u odam sud qarorlarini, hukmlarini olib keldi. Haqiqiy bo'lgan voqea. Suratlarigacha bor. U suratda odam uncha baland bo'yli emas, kichikroq, to'la
odam, soqollik. Ha. U qizcha bizni filmda sal nima tuzukroq. Mana nozikkina. O'tda kichkinagina qizcha. O'tda bo'lgan voqeada. Ha, voqeada, ha. Bizniki sal daldilroq. Kollej o'quvchisi aytdi. Juda kichkinagina qizda. Endi ko'rsangiz qanaqa qilishi mumkin desak, haqiqatan ham shu nazr qilgan ekan shu qizini. Keyin Mirza birinchi aytdi, dedi, odamlar meni noto'g'ri qabul qiladi, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Keyin galalashib ko'ndirdik. Xullas keyin o'zi juda buni xohlab ishlagani yo'q. Yo'q, o'shada. U bilardi, mana siz ham bir kun shunaqa gapirishingizni, boshqalar gapirsa. Shuning uchun men hozir odamlar bizni ko'ryapti. Birdan haligi johil odam ko'z oldiga kelib qoladida, shuni biz tushuntirib ketishimiz kerak. Aktyor, o'shaning uchun aktyorning mahorati o'shanda. Shunda. Zulfiya opajon, men bilaman, Mirza akamni eng yaqin do'stlardansiz. Hattoki birgalikda juda ko'plab uchrashuvlarga borganmiz, xalq bilan uchrashuvlarda birga bo'lganmiz. Har doim shu chiqqanlarda shoira Zulfiya Mo'minova she'ri deb boshlardilar-da. Juda endi bu inson she'rni qabul qilib yodlashi uchun ham o'sha shoirani dunyosini yaxshi ko'radigan bo'lishlari kerak edi-da, chunki uncha she'rni Mirzaga qabul qilmasdi. Mirza Azizov mana shu aktyorlarni ichida ham aktyorlik san'atini durdona bir hayot tarzi ekanligini ko'rsatib bergan inson bo'ldi-da. Nafaqat meni she'rlarimni, umuman she'rni yaxshi ko'radigan aktyor edi u. Qalb bilan shoirni, Mashrabni, Navoiyni, Boburni, Chustini, bizani ustozimiz Usmon Azimovni, masalan, Usmon Azimov uncha-muncha aktyorlar, uncha-muncha boshqa kasb egalari bilan gaplashmaydigan odam. Lekin Mirza Azizov bilan ularni qanaydir bir ruhiy quvvat olardi bir-biridan, ruhiy yaqinligi bor edi. Bir-birini ko'rsa baxtli bo'lib ketadigan, bir-birini ko'rsa ko'ngli ochiladigan, bir-birini ko'rsa ilhomlanadigan joylari bor edi. Shuning uchun ham Mirza Azizov filmida ham juda ham chiroyli qilib aytganda, tog' ustiga chiqdim maston, ko'z o'ngimda O'zbekiston, yig'layverdim, dedim, iloyo bo'l omon. Bu Usmon Azimni satrlari xuddi uni Mirza Azizov aytgandek, Mirza Azizov yozgandek tushunamizda. Meni she'rlarimni shunaqangi bir berilib aytganki, bu inson onasini yaxshi ko'rgan inson, opasini yaxshi ko'rgan inson, o'zbek ayolini yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan inson bo'lganligi uchun shunday muvaffaqiyatli ijro etdi deb o'ylayman-da. Albatta. Rostini aytsam, aktyorlarni, she'r aytadigan aktyorlarni hurmat qilaman. Chunki she'rni yaxshi aytmasa, she'rni yaxshi ko'rmasa, adabiyotni yaxshi ko'rmasa, adabiyotni yaxshi ko'rmasa, u qanday qilib yaxshi ko'rinishi mumkin xalqqa? Qanday qilib yuragini she'rda ochib bermagan odam boshqa qilib aytib bersa. Men hozir ham Mirza Azizovni o'ylaganimda, odamlar har xil toifalarga bo'linadi-yu, masalan, g'am, bu bayram insonidir. Uni o'zini borligi katta bir shodlik, katta bir bayram. Agar obrazlar nimasida ko'radigan bo'lsak, yengilmas, hech narsa bilan sindirib bo'lmaydigan kuchli bir bahodir, botir obrazida namoyon bo'ladi. Biz aytardik-ku, biz namanganliklar mard keldik, mard ketamiz. Shunaqangi yaxshi ko'rardim shu gapini. Cho'ntagida masalan 10 so'm puli bo'lsa ham kimgadir berib yuborib, shuni bilan xursand bo'ladigan odamda. Zulfiya opajon, menga bitta gapingiz yoqdi hozir. Bilasizmi nima? Xuddi shunchaki bir gapirib o'tdingiz, lekin yuragimni mana shu yerdan kirib orqasidan teshib chiqib ketdi. Bilasizmi qaysi gap? Mirzaxon dedilar. Vatanni boshqacha sevadigan, opa singillarni boshqacha sevadigan inson edi. Hozir men aniq bilaman. Mirza akamni ruhlari shod bo'lyapti, lekin shu bitta jigarlari agar kirib kelsa hozir xursand bo'ladilar-da. Hech kimni aytmadikmi deb hozir hamma bir-biriga qarab turibdi. Lekin men bugun Tojibir opam bilan Azizxonga va davra ahliga va muxlislarimizga chiroylikgina bitta surprizcham bor, tuhfacham bor. Namangandan, Chustdan odam kelmasa, men qanaqa qilib bu studiyada o'tirishim mumkin? Demak, Mirzaxon Azizovning opajonlari Matluba xonim Azizova keldilar. Men esa ularni gullar bilan kutib olaman. Marhamat. Qalbim maza qildi. Chunki
haqiqatdan ham o'sha jigarlardan bittasi o'tirsa ruh yayrarkanda. Matlubajon, o'zim o'rgilay sizdan. O'sha chustdan boshlab azonda yo'lga chiqdingiz, gaplashib turdik, surpriz qildik. Tojibopajon, xursand bo'ldingizmi? Azizxon, o'zim o'rgilay. Yo'q, muhabbat qarangda, agar Ha. yana bitta yaxshi qilgan ishingiz, Ha. albatta biz mana chust ko'rib turibdi. Ha, ha. Ahli. Aytardi, bizdan bitta odamni aytmabdi-da, dedi. Ha, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Qadrli chustliklar, boshingiz osmon sizni. Sizni albatta har bitta ulug' shoiringiz bormi, olimingiz bormi? Har bitta sizni o'sha elda tug'ilganlar juda ham baxtli insonlar. Xuddi mana shunday baxtli insonlardan biri albatta bu buyuk xizmatlari ordeni sohibi. Bu kimga nasib etdi, bu kimga nasib etmadi? Ha, Mirzaxon Azizovni yurti. Xush kelibsiz. Matluba, bir kasal bo'lgan chog'larda Mirzakam, esizdami, lagerga borib yara bosgan, yuqqan endi. Shunda shu banisaga yotqizish kerak bo'lgan kasalxonaga Matluba yotsa yotaman degan ekanlar. Shu rostmi shu gap? Rost, Keling, rost. o'zingiz gapirib bering. Avvalambor sizlarga juda katta rahmat. Har shu eshittirishlarda dardimiz ham yangilanadi-yu, xuddi yangitdan ukam yonimizda tug'ilgandek bo'ladi. O'sha shunaqa muhitda katta bo'lganmiz biz hammamiz. Dadalari Xudoyorxon saroyining hofizi bo'lgan ekanlar. Dadamiz ham madrasalarda endi ochapareshon katta ilmli, dunyo tanigan inson bo'lganlar, maktablari bo'lgan. Oilalarda dadam to'ng'ich farzand bo'lganlar. Ham maktabda o'qiganlar, ham keyin Qo'qon madrasasini bitirgan ilmli, masjidda imom bo'lgan ekanlar. Keyin bir kun Lutfimi Jomi, hozir esimda yo'q, hayajonlanganimdan bir she'rlari bo'lgan ekan. Har ishniki qildim, bo'lmadim bir yog'lik. Otam kasbini qildim, ham qo'y keldi, ham sog'lig'i desa, dadamki otalariga kelib, otajon, endi hofizligi qilayin, sizni kasbingizni qilayin deganda otalari Azizxon hofiz, Xudoyorxon saroyining hofizi bo'lganlar. Keyin mayli o'g'lim Fotiha beraman deb, keyin dadam hofizlik qilganlar, mana Ag'dam-Bag'dan kelganlar Eshona hofiz deb yoki bo'lmasam Mamajon hofiz deb murojaat qilishardi. Bir shunaqa davrida ukamiz 2 yoshdan o'tdilar, qo'limizdan qochib kirib ketdilar mehmonlarning oldiga. Biz endi voy dadam endi ranjidilar deb bir vaqtda ko'zlarida yosh Mirzaxonni ko'tarib chiqdilar. Mana Tayloq derdilar, hech qachon Mirza demagan. Tayloq, Mirza Tayloq derdilar. Gavdasi katta tug'ilgan, 5,5 kilo tug'ilgan. Katta bola edi. Haligi ba'zida endi biz opalar xarxasha qilib suv tashib bersin desak, xasta tutardilar o'zlari dadam. Ke Matlubaxonman, Matlubaxon ke o'sha suvingni men olib kelib beray, Tayloq ezilib qoladi derdilar. Suv ko'tartirma derdilar. Shunaqa bir e'tibor bilan katta bo'lgan bolada. Keyin Mirzaxon yugurib kirib ketib, to'riga o'tiribdi-da, bitta nonni olib hammalarini oldilariga sindirib qo'yibdi. Shunda chustdi, hurmatli azizlar, mana elimizni butun aziz insonlari o'tiribsizlar. Bu Mamajon hofiz otamizni kenjatoylarini shu bir duo qilaylik. Firuzi ma'raka bo'lsin. El ichida azizi mukarram bo'lsin deb duo qilishgan ekan. Endi men endi o'qidim, o'qituvchi bo'ldim-da, sal ko'proq gapirib qo'yaman. Shunga eslab aytaman, buyuk insonlari duosini olganni natijasi bo'lsa kerak. Bu Mirzaxon shunchalik, endi Mirzaxon yoshligida otam o'tib qoldilar, o'zi tatalab tirmalab inuslarga kelib o'qib, o'shanda ham bizni tashab qo'ymas edi. Mana tojibarlar bilishadi. Kursdoshlar bilan birga borib, o'sha otamni qadrlarini tiklab, otamga haligi duolar o'qitib, mana shunaqa qilib yurardi-da. Keyin yoshligida ham erkaydi-yu, tantiqmas edi. Uni agar u erkaligiga bu bola nima balolar bo'lib ketsa bo'lardi. Lekin sinfdoshlarining ichida ham, men ham sinfdoshlar bilan maktabda birin-ketdan o'qiganmiz, tursak jiddiy turib assalomu alaykum deb o'tib ketardi. Bolalarcha erkalik qilmas edi. Unga dugonalarim bu ukang bir ajoyib, bu ministr bo'ladi katta bo'lsa deyishardi. Birinchi sinf o'zini ushlab olib assalomu alaykum deb ketardi. Endi juda ham ajoyib bola edi. Keyin mehribon edi birovga. O'rtoqlari kasal bo'lib qolsa, uni ham o'sha joylari og'rib qolardi. Nima bo'ldi sanga? Ana o'rtog'im appendit bo'libdi, men ham og'rib qoldim deb yotib olardi. Mehr unda kuchli bo'lgan. Oldindan ko'ra bilish qobiliyati kuchli bo'lgan shu ukamga. Endi maqtashga yo'ymaysizlar. Sababi biz opa bo'lsak ham
hali biror ish qilib qo'ysak yo bolalar qilib qo'ysa voy Mirzaxon urushib beradi deb turardik biz. O'sha ishni kelajagini biz ko'ra olmasdik, lekin u ko'rib ba'zida jiddiy gapirib mana shu ishni noto'g'ri qilsalar derdi. Mana tojibarlar guvoh. Kim bilsak o'sha ish noto'g'ri bo'lib chiqardida. Keyin siylar rahm kuchli edi. Mana otamdan, mana ukam ham ertaroq qoldik onamdan. Hammamizga ko'z quloq, bolalarimizgacha, nevaralarimizgacha ko'z quloq edi. Mana hozir siz aytdingiz, haqiqatda yoshligida, 5 yoshligidayoq akam lagerlarda ishlardilar, unda o'sha oromgoh deylardi. Shu nimalarda 5 yosh bola dutor chalish uyda endi san'atkor oila bo'lganimiz uchun musiqa asboblari turardi-da. Dutorni shunaqa chiroyli chalardi. 5 yoshligida stulni qo'yib olib, bolalar o'sha gulxanlar bo'lardi bolalar lagerlarida. Shunda men kolxozni raisiman dedingiz, indamasdan 100 ta qo'yib yedingiz. Yuqoridan komissiyalar kelganda men yemadim, bo'ri yedi dedingiz deb dutorni shaqillatib cholib, ashuni aytib raislar ham bo'lardi unda, raykomlar borardi u gulxanlarga. Hammasi voy bu bola zo'r bola bo'pti-ku, bu kim deb yaxshi ko'rishardi. Keyin musiqa maktabiga berganmiz. Shu bir yil borib bormay hamma musiqa asbobini chop bo'ptilar. Keyin o'qituvchilari notalarni yaxshilab o'rganib bo'lsangiz bo'ldi, siz darsga kelishingiz shart emas debdi. 20 dana oshiq musiqa Yevropa milliy cholg'u asboblarimizni cholganlar. Qoyil. Butun respublika xalqiga qolaversa, shu chustimizni Mirzaxonni yaxshi ko'rgan ham shaharlarimizga ming bor ta'zim qilib rahmat deyman. Chunki shu olamdan o'tgan zahoti butun chust oyoqqa turibdi. Abdulahad aka, shu nayni iltimos qilgandim sizdan. Shuni chaling, keyin yana bir og'iz gapiramiz, a? Qoyil.
gap bo'lishi mumkin emas. Men eslayman, har doim Tojibor opamga telefon qilib 2mi 3mi Abdulla Xatkamga telefon qil deb keyin sizni bezovta qilishardi. Keling, o'sha jarayonlarni va umuman o'zi Mirzo Azizov deganda sizni qalbingizda shundoq bo'y ko'taradigan bir xotiralar nimadan iborat? Mirzo Azizov eng avvalo inson sifatida, haqiqiy inson edi. Bu insonga berilgan butun jamiki xulq bo'ladi-ku, shular hammasi berilgan. Ya'ni u kamtarin bo'lgan, juda ham bag'ri keng bo'lgan, hokisor, borini ayamasdi-da, borini ayamas. Qolaversa san'atda har tomonlama. Ya'ni qarang, ashilla ham aytaveradi, torni ham choladi. Shunday qilib naydi ham chavoradi. 20 xil asbobchalar bilan. 20 aytyapman, hammasi. Biz bilganimizni aytyapmiz dedi. Mana opaxon aytdilarki, shunaqa 20 ta so'zni. Endi bu istedodda ham Allohdan berilgan istedod bo'lgani uchun bu ichiga sig'mas edi. Bu ichidagi borini chiqarishga harakat qilardi. Keyin yaxshi chiroyli, toza kuylarni, toza ashillalarni yaxshi ko'rardi. Shu mana masalan biz o'sha 2000-yilda bilmayman Mashraf spektaklini qo'yishmoqchi bo'lishi to'g'rimi? Ahad Jo'rayev, to'g'rimi? Ahad Jo'rayev Mashraf spektaklini qo'yayotganda keyin bu Mirzabek tavsiya qilgan ekan, shu Abdullahat akamni sahnaga olib chiqmaymizmi nayda? Qanday qilib olib chiqamiz deganda shu onani qo'shgan obrazni. Onani nimasini? Nolasini, dardini. Ozgina bo'lsa ham bizga dalda bo'lib turardi. O'ng tarafda ona o'tiribdi, onani o'qib, chap tarafda, to'g'rimi? Nay cholinyapti. Shunda bir juda ham ko'p marta shu spektaklda bilaman, sahnada jonli ijro qilaman. Men oldimga keladi. Men oilam bilan kelganman, kichkina qizim Mehrinigar hozir mana 2 talik bolali bo'ldi, lekin o'sha paytda yosh qizcha edi. Meni yonimga kelib, "Bas qil. Ey, nashi bas qil" degandan keyin pastda qizim "Bu nimaga bas qil deyapti ana u odam?" Aytib qo'ying. Ani kattam nima bas qil deyapti. Bas qil demasin deb mana shunaqa holatlar bo'lib, xullas endi ana shu endi shu kuy qalbiga haliga shunda o'tirib qolgandan chidamasdan soat 1 bo'ladimi, 2 o'zi aytishi xijolat bo'lib, nima Tojibarga aytarkan, telefon qil Abdullahat akamga. "Voy, qanaqlar qil?" Telefon qilgandan keyin men alo desam, Tojibor, "Jon aka, ming bor uzr. Jon, ha nima bo'ldi, tinchlikmi? Shu nayni onamga choy berasiz, choy bermasiz, uxlamayaptilar." "Ha, bo'ldi, xo'p. Choy berib, to'g'rimi? Oxirigacha bormasa keyin uxlab yig'lab qolar ekan. Ho'ng yig'lab, uxlab. Shunaqangi endi bir san'at sevar bo'lgan, o'zi san'atkor, buyuk san'atkor, lekin san'atning shinavandasi bo'lganda. Nagah qarshimdan chiqib kutib olgan paytlaring, uchib yurgan qush edim kutib olgan paytlaring. Nagah qarshimdan chiqib kutib olgan paytlaring, uchib yurgan qush edim kutib olgan paytlaring. Taqdirimga otingni bitib olgan paytlaring, u mening bu dunyoga kelar chog'im azizim. Keyin inoq damlashib ko'kka uchdi ikki qush, yuksakni nishonlashib ko'kka uchdi ikki qush. Baxtni barbodlikni birga kechdi ikki qush. Bugun sariq fatmoda ko'k bog'im azizim. Umr nima o'tar yo'l,
kelsa dunyodan ketarimda birga bo'l boshimda bo'l botinga botar chog'im azizim yonimda bo'l seningsiz mening shavkat shonim yo'q sen yo'q ersang qavmim yo'q turkim yo'q turonim yo'q bu dunyo yo'q bu dunyo sensiz biror onim yo'q yodimda bo'l tuproqda yotar chog'im azizim nagah qarshimdan chiqib kutib olgan paytlaring uchib yurgan qush edim tutib olgan paytlaring taqdirimga otingni bitib olgan paytlaring u mening bu dunyoga kelar chog'im azizim bu dunyoyu u dunyo sensiz biror onim yo'q yodimda bo'l tuproqda yotar chog'im azizim yonimda bo'l jonimda bo'l borimda bo'l azizim yonimda bo'l jonimda bo'l borimda bo'l azizim yonimda bo'l azizim jonimda bo'l azizim Rohilaxon, men shunday bir o'sha davrlarni eslagan paytimda pandemiya davrini nazarda tutyapman. Ilohim xalqimizni boshiga tushgan kulfat faqat o'sha bo'lsin, boshqa ko'rmasin bu millat, yer yuzi ko'rmasin. Ilohim bu qaytadan bu ofatni. O'shanda qarang, sizga yuborgan oxirgi marotaba o'sha ovozli xabarlari butun boshli hammaga bu shunaqangi bir dars bo'ldiki, demak inson bir-birini shunchalik azizlashi kerak ekan. Yoningda turgan inson bir necha daqiqadan keyin, bir necha kundan keyin uni ko'ra olmasliging mumkin. Bu hammasi Allohning izmida-da. O'shani qo'yib yuborganingiz uchun ham sizga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, Mirzakam do'stlari, mana opalari, ustozlarim. Mana bugun Mirzakamni ruhlari shod. Mana shu pandemiya paytida bitta konsert dasturimiz bo'lib o'tishi kerak edi. O'shanda Mirzakamga telefon qilganman. Keyin qaytib chiqa olmadilar, lekin menga ovozli xabar jo'natibdilar. Judayam agar ularni ovozini eshitsangiz, kasal yotibdi, og'ir ahvolda yotibdi deb o'ylamaysiz. O'zlari kasal bo'lsa ham xijolat bo'lib, men kasal bo'lib qoldim, pandemiyada mana shu kasalga uchrab qoldik. Tojibor opangiz yaxshilar, men ancha og'irroqman. Ming bora uzr so'rayman shu konsertingizga bora olmaganim uchun deb. Boshqa odam bo'lsa, kasalman-ku, nima qilaman, shuni ham aytib o'tiramanmi? Hozir o'zim jonim ko'zimga ko'rinib turibdi. Hozir konserti bilan o'zi yolchisin deydi agar boshqa biri bo'lganda. Assalomu alaykum. Rohilaxon, yaxshimiz qizim? Charchamay yuribsizmi? Biz oilaviy Covid bo'lib Zangiotaga tushib qoldik. Hammamiz oilaviy yotibmiz. Men sal og'irroqman, Tojibor opalaringiz ancha yaxshi. Xudo xolasa keyingi konsertlaringizda albatta boramiz. Sizni juda hurmat qilamiz. Siz ajoyib odamsiz. Pokiza insonsiz. Konsertlarni yaxshi o'tkazib oling. Xudo fayzi ilohiy bersin. Ustozlarni yo'ldan ham o'tib keting. Sog' bo'ling. Albatta keyingilarda boramiz senim. E'tibor berib taklif qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling senim. Salomat bo'ling. Duo qiling bizni ham konsertlaringizda. Katta rahmat senim. Rohilaxondan qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Keling, endi shu yig'i kelgan joyda qo'shiqqa urib boring.
Yashang Rohilaxon. Qalbi sev yuraklarimizga havo kirdi. Farhod aka, nima dedingiz? Mayli, o'sha tomondan endi Dostonjon keling, sizdan eshitaylik bo'lmasam. Muqimiy teatri bosh rejissyori. Nimagadir men Mirzaka haqidagi ko'rsatuvlarda bu yigitni juda kam ko'raman, lekin bugun shu insonni taklif qildik, mazza qilib hech qayerda aytilmagan gaplarni aytishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Insonni hayotida shunday bir qadrli insonlar bo'ladiki, bu hech kimga aytmasdan har kuni shu insonni eslaysiz, ham kulasiz, ham yig'laysiz. Mana shunday insonlardan biri mana shu kunga, mana shu san'at sohasida yetishimga asosiy sababchi, mana shu Toshkentda qolib ijod qilib, mana shu teatrda bosh rejissyor bo'lishimga asosiy sababchi mana shu Mirzaazizev deb o'ylayman. Sababi 2018-yil yangi hali institut tugatmasdan 4-kursda kelganman teatrga. O'sha vaqtdan qo'limdan o'sha birinchi tushuntirganlar, bizi teatrimizda bunaqa yosh rejissyor kelmagan hali. Chunki muqimiy teatrda hamma spektakl qo'ya olmaydi. Bizi teatrimizda orkestr, balet, xor, juda murakkab teatr. Dostonbek, siz qayerdan kelgansiz deganlarda, men shu Qarshida eski masjid teatrida ishlaganman, yoshligimdan teatrda katta bo'lganman deganimda shunaqangi xursand bo'lganlarki, menga Xudo berdi sizni. Chunki u teatr, o'sha eski masjid teatri dunyoga mashhur teatr edi. U yerda maqomlar aytilardi va musiqa bilan bevosita bog'liq teatr edi. Va birinchi spektaklimni diplom spektakl, hali institut tugatmasdan Qobil ila Qobil spektakl, juda murakkab spektakl. Odam ato Momo Havoni farzandlari, Iqlima, Abuda o'shalar haqida spektakl qo'yganimda birinchi namoyishda mana shu O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov kelganlar, marhum san'atkorimiz spektaklni qabul qilib olishga va shu spektaklni nihoyatda yuqori darajada qabul qilingan spektakl va shu sahnada men hech qachon aytamanda hayotim boricha buni unutmayman. Mirzaka oxirida chiqqanlarda oyim, opamlar kelishgan spektaklni ko'rishga, bu yigit endi Qashqadaryoga qaytib ketmaydi deganlar. Bu Toshkentda qoladi, bo'ldi, buni Xudo berdi menga deb shu kundan boshlab teatrda nihoyatda avaylardilar. Sababi rejissyor yo'q edi teatrda. Men doim o'zim qo'yaman Dostonbek spektakllarni, bizda rejissyor yo'q. Sizni kelganingiz juda katta davlat bo'ldi teatrimiz uchun deb nihoyatda avaylab yurardilar. Sababi u kishi rejissyorlik kasbini, mashaqqatini, uni nihoyatda bir ko'p izlanish kerak bu yo'lda, har kun ham chiqavermaydi dirdilar. Bu nihoyatda bu kamyob soha deb avaylab asrardilar va mana shu oxirgi gaplari ham mana shu u kishi Buxoroda, qarang, Qorako'l tumanida teatr tashkil qildilar borib. Va ayni damda bu teatr Mirzaazizev nomi bilan yuritiladi. Borganingizda o'sha madaniyat saroyiga kirishingizda Mirzaazizev suratlari turadi va o'sha butun Qorako'l asri ahli haligacha eslaydi-da va birinchi spektakl qo'yganlar va undan keyin mana shu ish davom etishi uchun men undan keyin borib yana ikkita spektakl sahnalashtirib berdim ularga va mana shu oxirgi Mirzaka shu kasalxonaga ketganlarda ham teatrdan ketganlar. O'sha oxirida shunaqa bo'ldiki, qo'ygan spektakllari kelish kerak edi Toshkentga. Qorako'l teatri Toshkentga kelish kerak edi. Mirzakani o'sha xonalarda o'tirganimizda Dostonbek, men hozir ketaman, siz o'zingiz kutib oling mana shularni deb oxirgi teatrdan o'sha chiqib ketganlari, men sizga ishondim deb ketganlar-da. Unda o'shalarni kutib olishni nazarda tutganlar. Men sizga ishondim, bolam, men endi ketdim deganlarda. O'sha oxirgi teatrdan chiqib ketganlari bo'ldi va biz o'sha yili 2021-yilda davlat buyurtmasi asosida Baxshi spektaklini sahnalashtirayotgan edik. Shu ustozni o'zlari bosh bo'lib yozdirganmiz, chunki muhtaram prezidentimiz baxshichilikka e'tibor qaratilishi zarur deb ta'kidlaganlardan keyin biz teatrimizda Baxshi spektaklini tayyorlash jarayonimizda shu spektaklni bir joyi bor, bir sahnasi borki, o'sha 3 ta opani
akalari o'lganda ular atrofida aylanib voy bolam voy bolam degan sahnasi bor. Shu sahnani biz repetitsiya qilayotgandik. O'zbekiston xalq artistlari Mehribek Jonova, Odina G'oziyeva, Gulchehra Nosirovalar sahnada edilar. Va shu sahnani ishlab turgan jarayonimizda aynan mana shu sahna soat tushlik 12:30da haligacha eslaymiz. Shu sahna hech chiqmayapti nimagadir. Hech chiqmayapti. Aktyorlar nimagadir rolga kirisha olmayapti. Shunaqa ham bo'ladi-da. Men gapiraman, tushuntiraman, opalarga hech kirisha olmayapti rolga. Keyin bir payt shunday voqea sodir bo'ldiki, Gulchehra opa sekin kulisga chiqib ketdilar. Men o'yladim, tayyorlanib kelsalar kerak, endi sahna chiqmayapti desam, keyin bilsakki, Tojibor opa telefon qilgan ekanlar mana shu xabarni. Keyin o'sha sahnaga shunaqa chiqib keldilarki, Gulchehra Nosirova o'sha haqiqiy o'sha motam sahnani ishlab turibmiz sahnada. Qarangda buni bir ilohiylikni, bu insonni sahna bilan naqadar bir bog'liqligini repetitsiya jarayonida mana shu spektaklni bo'lishini shunaqangi kutdilarki, bir hafta oldin xuddi mana hozirgi eshitganimizdek ovozli xabar yuborganlarda Dostonbek men yaxshiman, Xudo xohlasa chiqaman, bu spektaklni festivalga olib boramiz. Qoraqalpog'istonda baxshichilik festivali bo'layotgandi. Buni festivalga olib boramiz. Men hammasini gaplashib qo'yganman. Siz ishlayvering, ko'nglingizni xotirjam qiling deganlar. Mana shu jarayonda mana shu voqea sodir bo'ldiki, butun teatr larzaga keldi desam adashmayman. Bu inson butun hayotini teatrga bag'ishlagan inson edi. Bu inson uchun men doim ko'rib ham havas qilardim, ham hayratda qolardimki, bu inson uchun teatr uylari edi va bu yerdagi o'sha yoshlar u kishining farzandlari edi. Qalbim sirin gar senga men so'zlasam, bir on seni ko'rmasam men qastaman. Osmoningda yulduzman shu kungacha, sen bo'lmasang osmondamas pastdaman. Xasta bo'lma tog'dek qaddim sinadi, sevganimni yolg'iz Alloh biladi. Ko'zlarim yosh to'kib yig'lar, bag'rim meni so'kib yig'lar, boshimga armonlar qo'nadi. Xasta bo'lma tog'dek qaddim sinadi, sinadi, bag'rim kuyar, uni Alloh biladi. Ko'zlarim yosh to'kib yig'lar, bag'rim bugun so'kib yig'lar, boshimga armonlar qo'nadi. Seni sevdim otashin yozday yonib, hatto kelar bahordan ham qizg'onib. Shukr deyman senla o'tgan kunimga, quyoshim bo'lgan seni umr yo'limga. Xasta bo'lma tog'dek qaddim sinadi, sevganimni yolg'iz Alloh biladi. Ko'zlarim yosh to'kib yig'lar, bag'rim meni so'kib yig'lar, boshimga armonlar
to'kib yig'lar, bag'rim meni so'kib yig'lar, boshimga armonlar qo'nadi. Xasta bo'lma, tog'dek qaddim sinadi, sinadi, bag'rim kuyar, uni Alloh biladi. Ko'zlarim yosh to'kib yig'lar, bag'rim bugun so'kib yig'lar, boshimga armonlar qo'nadi. Avvalambor hammalaringizga katta rahmat. Shu insonni xotirlab, shuncha inson kelib, chiroyli eslayapmiz xotiralarni. Hammalaringizga katta rahmat. Vaqtinglarni ayamasdan kelganinglar uchun. Ayniqsa Matlub opamga xursand bo'ldingiz. Men opam hech kutmagan edim. O'zlari mazalari yo'q edi, lekin yetib keldilar. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Endi bular mana 5 yil bo'ldi o'tganlariga. 16-aprelda 5 yil to'ldi. Har ko'rsatuvga men eslabga ko'p boraman. O'g'limni birinchi gapi ona yig'lamang deydi. Hammaga ham yoqmaydi yig'lamang. So'rgana qilib borib kelaman. Endi bilmayman. Bitta ish qilaman deb o'sha qilardilar-da. 1000 ta to'siq bo'lsa ham 1000 ta odam o'rtaga qo'yib bo'lsa ham o'sha ishni bajarardilar-da. Mana Farhod akam juda ham yaxshi biladilar, Abdulahad akam yaxshi biladilar, Zulfiya opam. Bilmayman, bu juda ko'p uchrashuvlarga borardik. Bir kuni Baxmalda tog'i juda tepasida uchrashuv bo'lyapti maktabda. Shunaqa chiroyli gap, hokimlar ham bor, hokimiyatdan, viloyatdan kelgan odamlar bor, diniy nimalar insonlar o'tiribdilar. Hammalari gapirdilar-da. Endi bularga jim o'tirdi, yerga qarab tasdiqlab. Shu yerda qoyil qolganimki, so'z berganlardan endi shunaqa gapirib ketdilar. Bilmay qolmas, stolimni shundoq qilib olganmanda o'zim ochilib qolib, keyin menga aytib berishdi o'shani. Men o'shanda aytgan, shu inson bilan yashayapmanmi men deganman-da. Ana bormisiz? Shu inson bilan yashayapmanmi? Ular oldida haqiqatda meni bir ba'zida aytarlar. Odam tanlashni bilmaysan dedi. Hammaniga bu yerni syomkada palonchini ko'rdim, rosa yaxshi ekan. Palonchi akani ko'rdim, palonchi opani, palonchixonni ko'rib, rosa gaplashib, rosa dardingni ham aytdingmi dedilar. O'ylab qarsam dardim aytib qo'ygan bo'lardim, ichimda sirlarimni. Yo'q, sen aytib bo'lding derdilar-da. Odam tanlash bilmaysan derdilar. Xafa bo'lardim, juda ko'p xafa bo'lardim. O'zlarini yuqori oladilar deb. Lekin haqiqatda aytardilar, ko'rasan, 2 marta, 3 marta uchrashgandan keyin bittasi chiqsa derdilar-da. Haqiqatda 3-4 marta ko'rishgandan keyin orqa orotdan bitta gapni eshitib qolsam, ayta olmasdim-da. Bu odamga tan berardim. Bitta ko'rishdayoq o'sha insonni bitta ko'rishdayoq shunaqa uni ichi qanaqaligi, san uchun nima uchun gaplashyapti bu, sandan nima uchun foydalanyapti, nima demoqchi, maqsad nima, hammasini aniq berardi-da. Bekorga o'sha hozir aytishadi-ku, 35 yoshda, 40 yoshda farzand ko'ribsa, undan bo'ladi deb. Yo'q, bular 63 yoshda tug'ilgan farzand bo'lgani uchun endi o'qitganimizda ham mana buni men juda ham ko'p joyda gapirganman, hozir ham gapirgim kelyapti. Nima uchun bu insonni yoqtirganimiz sababi hamda. Endi aytmoqchi edim, boshqa yigitlar ham gapirgan ekan. Lekin nima uchun Mirzaxon Azizovga to'xtaldingiz, xo'sh? Endi o'qitganimizda kursimizdagi nima boshlovchi ham shular bo'lardi-da. Chunki birinchi kursdanoq hammani qo'lga olganda bu kishim. Mirza akamdan kattalari bor edi. Toshkentlik Furqat akam, Farhod akam, ulardan 3-4 yosh katta. Lekin bularning fikrini, masalan, bitta qayerga borish, Qashqadaryoga borish kerakmi, Abdug'aniynikiga? Qanaqa borish kerak? Hamma fikrlar qanchadan pul yig'sa ekan, kimdadir pul bo'lmasdi qizlarda. Shundoq kelardi-da, aytardilar. Yigitlar ertaga stipendiya olsak, o'zi 40 so'm stipendiyamiz. Qizlar 1 so'mdan, 2 so'mdan beradi, bola 10 so'mdan beradi. Bir xilgasi yoqmasdi. Yo'q, berasiz dedi. O bechora qayerdan oladi, biz erkakmiz u derdilar-da. O'sha paytdan boshlab
bu insonni aqlliligi, uzoqni ko'rib bilishligi, odamni yaxshi yomon ajratish bilishligiga man ham kiyinish madaniyati juda ham kuchli bo'lardi. O'sha har doim oq ko'ylak, qora shim, qora tufli, sochlarini bir tarafga taragan. Bir xilgi bolalarimiz qizil futbolkalar kiyib, yashil shimlar kiyib olardi, bu narsalar kiyardi. Bu insonda o'sha keyin turmushga chiqib, mana oilaga kelin bo'lib ko'rgandan keyin bildimki, bu oiladagi o'sha tarbiya, ota-onaning tarbiyasi, ayniqsa otani tarbiyasi juda ham kuchli bo'lgan ekan. Qatlarda bo'lsa, ichidan shunaqa maqollar, shunaqa bir gaplar fikrlashga yana qarab qolardi. Shu meni xo'jayinimkin deb o'ylab qolardim-da. Yildan yilga tug'ilardiki, otalaridan eshitgan haligi dunyoviy gaplar, ham diniy tarafdan ham juda kuchli edi. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Azizlar, biz ayni damda eslatib o'taman. O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari ordeni sohibi, elimizning eng suyukli aktyorlardan Mirzaxon Azizovni xotirlayapmiz. Ha, darvoqe, kelinglar, bo'lmasam, ayni dasturimiz mana shu yerida biz ular o'ynagan o'zbek kinolaridagi rollardan birini hozir tomosha qilsak, ya'niki o'sha hammamiz uchun suyukli bo'lgan muhabbat sinovlaridagi rollarni. Chunki mana hozir eslaydigan bo'lsak, muhabbat sinovlarida o'ynaganlar, tubanlikda o'ynaganlar, gumrohda o'ynaganlar, Timurda o'ynaganlar, juda ko'plab kinolarda, Ko'zmunchoqda o'ynaganlar, Qodirxonda o'ynadilar. Hozir muhabbat sinovlaridan bir parcha, marhamat. Qayerda eding? Shahar tashqarisida eskiz chizdim. Ana Surbet kim edi? U Surbet emas, ada. Surbet bo'lmasa, darvozani tagigacha kuzatib keladimi? Eshikni yeb qo'ydingmi? Nima, bizni badnom qilmoqchimisan? Kimni qiz ekanligini bilasanmi? Gapni ikkala qulog'ingga quyib ol. Boshqa yigit bilan ko'rmayin. Eshitding-a? Nima gap, tinchlikmi? Voy o'lmasam. Adasi sekinroq. Zebo, seni ko'zing qayoqda? Qizing nimalar qilib yurganini bilasanmi? Voy, qizimga nima qilibdi? Erta-indin turmushga chiqadigan qiz o'zini gap so'zga qo'yib sharmanda qilib, shahar tashqarisida tabiat qo'yinida bir olifta bilan eskiz chizib yuribdi. Voy o'lmasam, adasi nimalar deyapsiz? O'zingizni bosing. Ada, biz birga o'qiymiz. Nima deding? Men eshigimni qoqib kelgan har bir sovchiga yomon o'ylamanglar. Qizim ana olifta bilan birga o'qiydi deb hisobot beramanmi? Meni tiriklaring go'rga tiqmoqchimisan? Ey ahmoq! Bo'ldi, o'zingizni bosing. Ana, va nihoyat navbat Nurbekjon sizga yetib keldi. Endi har bir inson Mirzaxon Azizov haqida o'zini qalbidagi yaratgan o'sha asar haqida gapiradi-da. Lekin sizni o'zingiz bu insonni ham ustoz sifatida, ham aka sifatida, ham bir o'sha siz bilan birgalikdagi yashayotgan hammaga mashhur bir zamondosh inson sifatida yaxshi ko'rar ekansiz. Lekin bugun ko'nglingizga tugib kelgan va hech qayerda aytmagan gaplaringizni ham bizga ayting, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, mana akam ham ustozim Mirza Azizov yaqinlari, oilalari, do'stlari va muxlislari. Men muhabbat opa sizga ham, shu ko'rsatuv ijodkorlariga ham rahmat aytmoqchiman, bir shogird sifatida, bir uka sifatida. Bu yerda eng yoshi kichkinasi mana bu yerda mana turmush o'rtoqlari Tojibor opam o'tiribdilar, farzandlari o'tiribdilar, mana ustozlarim o'tiribdi. Bular ko'proq katta bir xotiraga ega. Lekin men hozir paytdan foydalanib bir gapni aytmoqchiman. Shu Oynai jahon orqali bizni ko'rib turgan do'stlarimizga, xalqimizga, boshqa shogirdlari, ukalari xafa bo'lishmasin. Mirza Azizov to'g'risida mana qancha ko'rsatuvlar bo'ldi. Mana ustozimiz Farhod Abdullayev boshchiligidagi eslab ko'rsatuvlarda unda so'z navbati mengacha yetib kelmadi.
Shu Mirzaazizov to'g'risidagi hali bir gapira olganim yo'q. Xafa bo'lishmasin shogird boshqa shogirdlari hayotlik paytlarida oxirgi 15-10 yillik ichida eng yaxshi ko'rgan shogirdlarim men edim. Buni men faxrlanib qo'rqmasdan aytaman. Sizlar xafa bo'lmanglar, qizg'onmanglar. Chunki Mirzaazizov meni mana shu o'g'illariday yaxshi ko'rardi. Chunki menga ishonardilar, men u kishiga hech qachon yolg'on gapirmaganman. Balkim shungadir ishonardilar. Hamma narsani menga ishonardilar. Shu Mirzaazizov tufayli sabab shu O'zbekiston Respublikamizning viloyatlari, tumanlari juda ko'p joylariga bordik. Bir qancha kurga aylanib chiqdik O'zbekistonimizda. Davlat tadbirlarida kerak bo'lsa o'sha eng ashaddiy shu muxlislar mardikor bo'lsa ham o'sha uzoq viloyatlarga to'ylarga ham ular juda chiroyli xotiralar qolgan Mirzaazizovdan men ko'p narsa o'rgandim. Mirzaazizov intellekti yuqori inson edi. Har tomonlama. Ziyoli inson edi. O'zining sohasida ham, hayotda ham, ijodda ham men faxrlanaman shu inson bilan. Ancha yillar shu yonlarida shu Farhod akam aytganlaridek uzun qisqa bo'lib ketaverardik. Yelkamizda kostyum shim chimadan. Mirza aka, hozir Buxorodan keldik. Bir soatdan keyin Namangan ketamiz. Kelib yana Qarshi ketamiz. Mirza aka, charchab qolyapsiz. Ozgina davolaning, o'zingizga vaqt ajrating. Nurbek, ukajonim, bu narsalarga hozir dam olishga vaqt yo'q. Shu ishlarni hozir qilmasak siz bilan biz qachon qilamiz? Dirdilar. Bo'ldi ustoz, xo'p deb ketaverardik. Demoqchi bo'lganim juda bir dilbar inson edi. Ustoz aytganlaridek, orzulari to'la inson edi. Nurbekjon, hali mana bunaqa qilamiz. Siz xo'p deb turing. Siz mendan xafa bo'lmang. Aytgan joyimga yo'q demasdan boravering. Xudo xolasa kam bo'lmaysiz. Konsertlaringizni qilamiz. Chiroy rollar o'ynaymiz hali. Juda bir anaqalar ko'p edi rejalar. Keyin ana to'ylarimizgami Nurbekjon, qayerdasiz? Men shu yuribman ishda. Yoningizda qancha pulingiz bor? Bor. Uyingizda qancha bor? Shuncha. Men palonchi viloyatdamanda, ukajonim, sizni yaxshi ko'raman. Palonchi ishxonamizdagi aktrisa, aktyor qiynalib qolibdi. Shuni pulni olib borib bering. Men ertaga borib siz bilan gaplashaman dedi. Hech kim bilmasin u. O'zi Mirza akam berib yubordi. O'zingiz bilmaganlikka berib keling dedi. Xo'p bo'ladi. Nurbekjon rassomimiz Namanganda turadi. Oddiy oila. Boramiz. Farroshimiz to'y qilyaptilar. Boramiz. Yo'q demang. Shular duo qilsa ertaga ko'karamiz. Endi bilmayman. Teatr kirib kelishlari bilan aktyorlar o'tiribdimi? Nima yeysizlar? Shikolat yeysizmi Zulfiya opa? Siz gilosingiz kelyapti. Nurbekjon, chiqib keling. Dasturxoni bor yigit edi. Aylanay Mirza aka deyman. Va shunaqa joylarni o'rgandik Muhabbat opa. Albatta. Bu bugun ko'rsatuv bo'lgani uchun, shuni eslash uchun maqtash emas. Men doim aytaman. Men shu insonda otamdek bo'lib qolgan edilar. Va nihoyat suhbat asnosi aylanib Mirzaxon Azizovni zurriyotlari va yurtboshimizni nigohiga tushgan bola qarang. Siz ham hatto men ham hali hatto tushmadik nazarga. Orzudamiz hali. Lekin siz tushdingiz. Qanday farzand tarbiyalayapsizlar. Rahmat sizlarga. Marhamat. Mana shu motivatsiyada men sizni tinglamoqchiman. Azizxon. Hurmatli ustozlar, Muhabbat opa. Avvalambor mana shu ko'rsatuv tashkil qilib, bizni rahmatli otamiz yana bir bor yod olib tashkil qilganingiz uchun sizga va mana shu kanal rahbariyatiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. O'zlarini vaqtlarini ajratib bugun kelgan ustozlarimizga, uzoq yaqindan kelgan ustozlarimizga, ammajonimga, hammaligiga men ta'zimdaman. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Chunki biz kecha siz bilan pishitgandik ishni. Bir necha telefonlarni berib, men aytdimki, ertalab Azizxon ammalaringiz kela olmaydigan bo'lishdi desam, ham mazalari yo'q edi dedilar. Lekin mazalari yo'q bo'lsa ham Matlubajonim yetib keldilar. Sizga ham rahmat. Umrlar uzun bo'lsin. Hammamiz umrlar uzun bo'lsin. Azizxon, men sizni ko'p qiynamay. Siz ham Tojbarpamdan qolishmaysiz. Marhamat. Gapiradigan gaplarim bor. Yaxshiyamki Nurbek akam, Farhod akam kelibdilar, mana ozgina bizni ko'nglimizni ko'tarib turishibdi-da. Bo'lmasa men o'yladim,
mani diydam qotib ketdi shekilli endi deb to'g'risi yurardim. Hali qotmabdi. Ko'zimizga ancha yosh keldi to'g'risi. Ya albatta. Haligi O'tkir Hoshimovning daftar hoshiyasidagi bitiklarda aytadi-ku, kulishni bilmagan inson baxtsiz inson, yig'lashni bilmagan inson ikki karra baxtsiz. Shunga nima deyman? Endi men farzandlar ichida o'zimcha aytamanki, eng baxtli farzandlardan biriman. Chunki mana shunday ikki ajoyib insonni farzandi bo'lib, mana shunday yurtda dunyoga kelganligi, musulmon bo'lib, o'zbek bo'lib dunyoga kelganligim meni eng katta baxtim, eng katta omadim deb bilaman. Hozirgacha qayergacha borsam, xizmat safarimi yo o'zim bir aylanibmi, yo bir tadbir bilanmi, Mo'ynoqgacha borib, eng chekka ovullargacha borib, baribir oramizda kimdir aytib qo'yadi, deb bilasizlarmi, bu kim farzandi? Bu rahmatli Mirzaazizov farzandlari, Tojbir Azizov farzandlari desa, voy bir past endi men o'zi hech kim emasman, hali hech narsani qoyil qilmadim hayotda, lekin davrani to'g'riga o'tkazib shunaqangi ko'tar qilib, nimagaki mana shu ota-onamizni haq-hurmatlari deymanda, o'shaning uchun men juda ham baxtliman. Va bu albatta juda katta mas'uliyat yuklaydiki, endi biz ham farzand bo'lib bularga yarasha bir mana shunday yashab o'tolsak, aytamanki, yaratganning oldida ham, ota-onamizni, o'zimizni vijdonimiz oldida ham menimcha yuzimiz yorug' bo'ladi deb o'ylayman. Men so'zimni so'ngida aytmoqchimanki, bu yerda ko'pchilik biladi, O'zbekiston xalq artisti Chingiz Aytmatov nomidagi xalqaro mukofot sovrindori, fidokorona xizmatlari ordeni sohibini mana shu darajaga kelishida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojbir Azizovaning juda katta hissalari bor, beqiyos hissalari bor-da, buni aytib o'tishimiz kerak. Chunki oiladagi ana shu moddiy masala bo'ladimi, farzand tarbiyasi bo'ladimi, hech qachon faqatgina erkak kishiga tashab qo'ymasdan bab-baravar shu yelkalariga olib, bizni doim mana shu tarbiyamizda ham, kiyishimizda ham, yeb ichishimizda ham doim otamizga mana shunday qalqon bo'lib turib bergan, har tomonlama qo'llab-quvvatlab mana shu darajalarga chiqishlarida beqiyos hissalari bor. Shuning uchun avvalambor rahmatli otamizni Alloh rahmat qilsin. Men yana bir bor rahmat aytaman sizlarga va shu fursatdan foydalanib onamizga o'zimning kichkinagina omonatim bor, shuni bersam va bir dona qo'shiq aytib bermoqchiman. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling. Sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men, sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men. Endi qo'msab izlaringni holbahor yurmoqda men. Endi qo'msab izlaringni holbahor yurmoqda men. Qayga ketdi deb so'rar-ku, suv urib qirg'oqqa bosh. Bir aniq gap ayta olmay lol bo'lib turmoqda men. Bir aniq gap ayta olmay lol bo'lib turmoqda men. Sen yurasan katta yo'lda, baxtiyor yoshlar bilan. Sen yurasan katta yo'lda, baxtiyor yoshlar bilan. Tunlari qirg'oqda uyg'oq, kunduzi chorvoqda men. Tunlari
qirg'oqda uyg'oq kunduzi chorvoqda men sen dilimda yongan o'tga qancha suv sepgan bilan sen dilimda yongan o'tga qancha suv sepgan bilan ko'p avaylab o'chgan o'tni qaytadan yoqmoqda men ko'p avaylab o'chgan o'tni qaytadan yoqmoqda men sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men endi qo'msab izlaringni holba hol yurmoqda men endi qo'msab izlaringni holba hol yurmoqda men holba hol yurmoqda men Azizxonga ilohim jamiki mana shu o'zbek qo'shiqchilik san'atidagi o'tgan buyuk insonlar, aziz darg'alarimizni ilohim xuddi shunaqa shoni, sharafli yo'li ilohim yor bo'lsin deymiz. Azizlar, bugun baholi qudrat biz siz bilan chin dilimizdan O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari ordeni sohibi Mirzaxon Azizovni xotirladik. Bilasizmi? Dastur boshida hayot haqida har birimiz o'zimizni qisqa bo'lsa-da fikrlarimizni bildirdik. To'g'ri-da, aslida teatr sahnasi ham hayot sahnasiga o'xshaydi. Chunki hayot sahnasi aslida teatr sahnasiga o'xshaydi. Har ikkalasida ham biz insonlar o'zimiz uchun yaratgan tomonidan berilgan missiyamizni, rollarimizni bajaramiz. Ammo hayot bu insonni mana shu sahnada faqat o'ynagan rollari bilan emas, balki xalqning qalbida chuqur qoldirgan izlari bilan o'lchanadi. Ha, chin dildan bugun Mirzaxon Azizovning har bitta roli xalqimiz qalbida chuqur iz qoldirgan. Zero Navoiy hazratlari aytadilar: "Bu gulshan ichra kim yo'q, baqo guliga sabot, ajab saodat erur, chiqsa yaxshilik bila ot." Bu inson yaxshi inson edi, yaxshi ota edi, yaxshi yor edi, yaxshi uka edi. Millatimiz uchun esa eng yaxshi farzandligicha qoladi. Mirzabek Azizovlar ko'paysin, diydorlashguncha. Bolalarimga, kelinlarimga yoki turmush o'rtog'imga qaligi ular qiynab, yillab bir joyda yotib qolmayin deyman. Ko'p yashashni hamma xohlaydi. Lekin Xudo qancha umr bergan bo'lsa, o'shani mazmunli o'tkazay deyman. Yaxshilari davrasida o'tkazay deyman.